Sometimes I Menimcha bu istisnolar va cheklovlarni qanday talqin qilishga bog'liq. Bu bo'yicha juda kam sud amaliyoti mavjud. Agar himoya qilingan asarlar yoki boshqa materiallar sun'iy intellekt tizimlarini ishlab chiqishda foydalanilsa, istisnolar va cheklovlar mezonlariga to'liq javob bermaydi deb o'ylayman. Ammo biz hozircha rasmiy qarorlarni kutmoqdamiz. Sun'iy intellektning raqamli kompaniyalar sohasidagi o'rni yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Albatta, bu tadqiqot va ishlanmalarni, ya'ni innovatsiya jarayonini muayyan darajada yengillashtiradi. Agar u yangi dori vositalari yoki preparatorlar ishlab chiqishda yordam bersa, u holda bu albatta katta foyda. Intellektual mulk sohasida esa, masalan, o'zini o'zi boshqaruvchi avtomobil ixtiro qilindi. Bu kashfiyotda AI va inson tafakkuri birgalikda qatnashgan. Agar bu qurilma bilan bog'liq nimadir yuz bersa, kim javobgar bo'ladi? Bunga hozircha yechim yo'q. Menimcha, asosiy xavf yoki muammo shundaki, ma'lum bir kashfiyotda hamisha ham haqiqiy ixtirochi bormi, yo'qmi? Ya'ni yetarli darajada hissa qo'shgan inson bormi, yo'qmi? Bu aniq emas. Ba'zan juda oddiy hissa qo'shgan shaxsni ham haqdor deb topish mumkin. Bu esa to'g'ri emas. Menimcha, bu aynan axborot texnologiyalaridagi muhim muammolardan biri hisoblanadi.